Assalomu alaykum qadrdonlar. Marg'ilon Go'ravoldagi Zoom magazinga kelganman. Bitta qushlar, baliqlar, shularga kerak bo'ladigan barcha narsalar bor ekan. Bir qator magazinda obzorini qilib chiqaman. Birgalikda hammalar bilan ko'rib chiqamiz. Ketdik. Do'konning ichiga kirishimiz bilan chap qo'lda asosan qushlarga joy qilishgan ekan. Ko'rib turganimizda mana Maladoy papugaylar. Bular narxlarini 120 ming so'mdan deb aytib turibdilar ekan. Kelishtiradigan joylari ham bor ekan. Ayyorlari ham bor. Bularning narxlari 150 ming so'm ekan. Buni ham kelishtiramiz deb aytib turibdilar. Tevada sheyx ranglari ham boshqachalari turibdi. Shu qushlar uchun kerak bo'ladigan barcha jihozlar, ya'ni gniezdo deysizmi, mana bunaqa qapaslari ham sotuvda bor ekan. Bir qator do'konda obzorini qilaveramiz. Ko'rib turganimiz asosan akvariumga ishlaydigan dekorativniy mahsulotlar, mushuklar uchun bunaqa taomlanishga kerak bo'ladigan idish tovoqlari ham bor ekan. Bular narxlari keladigan bo'lsa 10 ming so'mdan 200 ming so'mgacha shu dekorativnilar narxi ekan. Mana bu narsalar 3 ming so'mdan boshlanib, faqat narxi ketaverar ekan, holatiga qarab turib. Endi akvarium tomonga o'tyapmiz. Mushuklar. Adashmasam britanskiy mushuk narxini $100 dedi akamiz. Pastda shotlandskiy turibdi, qulog'i singanidan. Bu ham narxi $100 ekan. Bu gibrid. Akvariumlarga e'tibor beramiz. Har xil baliqlar ko'rib turibmiz. Navbat baliqlar narxlariga keldi. Kichkinadan boshlaysiz. 5 ming so'mdan narxlari, ichida barbus bor, termiska bor, mutant bor, keyin fosforli baliqlar bor. Yonidachi? Yonidagilari ichida danyolar bor, maydalari, skalarilar bor. Bular maydalari 5 ming so'mdan, skalarilar 15 ming so'mdan. Albatta, cho'tta razmerlari bor. 20 ming so'mdan bulari. Ichida arguslar bor. Arguslar 170 mingdan donasi. Argus uni nuqta turgan. Tigirli. Tushunarli aka. Ba'da akulani qorasi bor, oqi bor, oqi Malayziyaniki, qorasi Toshkent. Ular 45 ming so'm, Malayziyaniki 55 ming. Lisos ham bor ekan. Lisos ham bor, ular ham 55 mingdan. Ular Bitta 5-6 xishnikmi ular? Bular xishnik 5-6 xil bo'ladi. Ichida papugay bor, snejinka bor, yellow bor. Narxlari 20 ming so'mdan 65 minggacha razmeriga qarab. Tevada papugayni kattasi shekilli. Tevadan papugay kattasi bor aka, ular 500 mingdan jupi, bular tayyor. Yonidagi Yonidagilar leopardlar bor, yellowlar bor. Papugayni bolalari bor, 300 mingdan jupi ulardi. Bitta ham snejinka bilan yellowlar bor, bular tayyor razmerlari. Besh pullarmi? Qo'shsa bo'ladi, bular 85 mingdan. Aka bularchi? Bitta ham yellowlar, o'sha bitta ham bu akvariumga sig'magan uchun bitta bunda turadi. Tushunarli. Chekkada Ko'yalar bor, ular 50 ming so'mdan razmerlari, bir dona katta akulalar bor, ular 150 ming so'm. akvariumda narxlari bilan tanishib chiqsa aka. Akvariumlar litri 3 ming so'mdan bo'ladi, litrga qarab ketaveradi. Mana uni 2,5 million dedingizmi? 700 litrlidi? 2,5 millionlik akvarium 1 lianeda bo'ladi, 700 litr. Suv bilan akvarium 1,5 tonna bo'ladi. Tushunarli. Toshbaqalarni ham ko'rib qoldim. Hech pul toshbaqalar? Toshbaqalar 25 ming so'm, katta razmerlari 30 ming so'm. Ular kelishtirib beramiz. Hamicho'larchi yani? Hamicho'lar 25 mingdan. Mushuk ovqatlari bor ekan-a? Nechi puldan nechi pulgacha bor? Bor, 40 ming so'mdan 100 ming so'mgacha kilosi bor aka. Adashmasam bular Zavadskoy dedingiz akvariumlar. Zavadskoy akvariumlar, bular hamma yo'q ichida bo'ladi, sensorli bo'ladi. Nechi puldan nechi pulgacha aka bular? Bular 480 mingdan boshlab 4,5 milliongacha bor razmeriga qarab. Bundan tashqari qushlar uchun kerak bo'ladigan gnizdolari xohlaganingizda bor, keyin mushukning sumkalari bor, ryukzaki bor. Tushunarli. Bu tomonda akvariumga kerak bo'ladigan aksessuarlar ekanda. Akvarium, mushuk, hamma yo'q aksessuarlar bor. Ya'ni bundan tashqari baliq ovqatlari ham bor-a? Baliq ovqatlari bor, kiloligi bor, stakanliklari bo'ladi aka. Ana ular nima mana bu narsalar? Bular mushuk iste'mol qiladigan pashtetlari bo'ladi, ya'ni go'shtli narsalar aka. Tushunarli. Zoom magazinida to'liq adresi Marg'ilon shahar, sentr tomonidan kelganingizda Suv sport majmuasi o'tasiz. Go'radel tomonda chap tomonda keladi. Ya'ni chap qo'lingizda keladi.
Nomerlarni ekranda qoldirib ketaman. Agar sizga qaysidir masalan baliq yoki qushlar shunga o'xshagan narsalar yoqib qolsa, bitta murojaat qilaverasizlar.